Prezidentimizning davlat organlari va tashkilotlari faoliyati ochiqligini ta'minlash, shuningdek, jamoatchilik nazoratini samarali amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga muvofiq, issiqlik elektr stansiyalari tizimida 2024-yilda amalga oshirilgan islohotlar samarasi va 2025-yildagi yangi loyihalar haqida batafsil ma'lumot berildi. Hozir shu haqda. Mamlakat rivoji va uning sanoatini elektr energiyasiz tasavvur qilish qiyin. O'tgan yillar davomida jamiyat tizim korxonalarida yangi quvvatlar ishga tushirildi. Samarador va tejamkor loyihalar hayotga tatbiq etildi. Qilingan ishlar natijasida birgina o'tgan 2024-yilda 32 milliard kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi va rejaga nisbatan 3 milliard kilovat-soat ko'p elektr tarmoqqa uzatildi. 2024-yilda 41 asosiy energiya qurilmada mukammal va o'rta ta'minlash ishlari amalga oshirildi. Toshkent issiqlik elektr markazida Prezidentimizning tegishli qarorlari bilan quvvati 64 megavat bo'lgan ikkita samaradorligi yuqori bo'lgan gaz turbina qurilmasini qurilish ishlari tugatilib, tarmoq qo'llandi. Poytaxtimizning Olmazor hamda Sergeli tumanlarida yopiq tizimda ishlashga mo'ljallangan kogeneratsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha oldimizga qo'yilgan maqsadlarni davom ettirib, ikkita yangi loyiha qurib bitkazildi. 2024-yilda investitsiya loyihalari doirasida 646,14 million dollar o'zlashtirildi. Birgina Ta'lim-Marjon issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyatida 1065 megavat quvvatga ega bug' gaz qurilmasi joriy yilning oxiriga qadar to'liq ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati 2024-yilda 616,94 million AQSh dollariga belgilangan investitsiya ko'rsatkichlari rejalashtirilgan edi. Biroq 2024-yilda amalda 646 million AQSh dollaridan oshiqroq bo'lgan summa o'zlashtirishga erishildi. Bu bevosita Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi, JICA hamda Osiyo taraqqiyot banki hamda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banklari investitsiya loyihalari, undan tashqari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar asosida amalga oshirilyapti. Stansiyalardagi qurilmalarga ehtiyot qismlari sotib olinyapti hamda ehtiyot qismlarini o'rnatish hisobiga ishonchlilik darajasi oshirilyapti. Bu yaqin kelajakda issiqlik energetikasi hamda elektr energetikasini ishonchli iste'molchilarga yetkazib berishda zamin yaratadi deb o'ylayman. Ta'kidlash o'rinli, tizimda korporativ boshqaruv va strategik rivojlanish yo'nalishida ham salmoqli ishlar amalga oshirilayotgani bois qator xalqaro sertifikatlar qo'lga kiritilgan. Shuningdek, jamiyatda tashkil etilgan tadbirda ham yil yakuniga qadar tizim korxonalarini modernizatsiya qilish, eski qurilmalarni yangisiga almashtirish va boshqa bir qator yangi loyihalarni amalga oshirish borasida ma'lumotlar taqdim etildi.